T28'imiz yurib kelgan holatda mini qilamiz deb yechib oldik. Noldan teryapmiz. Terish jarayoni. Kraskaga tayyorlab chiqyapmiz. Ketma-ketlikda bu 100 motorda. Mana shunaqa mini qilib tayyorlayman degan akalarimiz uchun birinchidan ikkita 28 lik balon kerak bo'ladi. Ikkinchidan mana shunaqa bitta orqon kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa orqonni balandroq joyga bog'laymiz, shtobi oyog'imiz yerga tegmasligi uchun. Bu siqilib qolganda kerak bo'ladigan narsa. Chalg'imaymiz. Oldi perdolar ham qisqaradi. Balonlari ham pasayadi. Yana bir savol bizni qiynayapti. Belarus motor baquvvatmi yoki 100 motor turbinali? Qaysi biri baquvvatroq chiqishi mumkin? Buni oldin minib yurgan akalarimiz tushunsa kerak. Tushunadiganlar yozib qo'ysin. Shu 100 motor minib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yinglar.